Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biza Zangiotar Residence loyihamizda biza men ismim Farid. Men sotuv bo'limi rahbariman. Sizlar bilan obyektimiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman sizlarga. Obyektimiz 2 gektar yer maydonida joylashgan. Toshkent shahar Erkin-postdan chiqqaningizdan keyin 5 kilometrdan keyin bu suv mostidan o'ngga burilganingizda 400 metr tushib kelganingizda chap tomoningizda keladi obyektimiz. 12 etaj yashash xonadonlaridan iborat. Umumiy xonadonlarimiz soni 600 ta xonadon. Qani ketdik. Qurilish maydonida qurilish bilan tanishamiz. D blogimiz 3-qavat tom qismi, 4-qavat pol qismi yopilish arafasida turibdi. D blogimiz oldida tushayotgan C blogimiz katlaman qazib bo'lib, podkatlaman beton quyish ishlari yakunlangan. Va davom etamiz bu yoqda. C blogimizdan keyin yana bitta blogimiz tushadi. Undan oxirgisi yo'l bo'yida A blogimiz tushadi. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta narsani aytib o'taman. Hozirgi kunda 4-qavatga chiqqan D blogimizda 144 ta xonadondan iborat va uni 70% dan ortig'i sotib bo'lingan. Hozir turgan, podkatlaman turgan C blogimiz 120 ta xonadondan iborat 50% ga sotib bo'lingan. Loyihamizda hamma hujjatlari chiqib bo'lgan. Mana bu pastda qo'yilgan QR kodlar orqali hamma hujjatlarimizni to'liq ko'rib olishingiz mumkin.